Penil implant nima? Kimlarga qo'yiladi va qanday natija beradi? Tasavvur qiling, bir erkak yillar davomida jinsiy zaiflikdan azob chekyapti. U barcha dori-darmonlarni ichib ko'rdi, ukollar qildirdi, turli tabiblarga bordi, lekin hech narsa yordam bermadi. Oila buzilish arafasida. Erkaklar o'ziga bo'lgan ishonchi esa butunlay yer bilan bitta bo'lgan. Ko'pchilik buni hayotning yakuni, erkakning tugashi deb hisoblaydi. Lekin bugun men sizga urolog-androlog sifatida mutlaqo boshqa haqiqatni aytaman. Zamonaviy tibbiyotda shunday mo'jizaviy yechim borki, u hattoki eng og'ir, ya'ni dori-darmonlar mutlaqo ta'sir qilmay qolgan vaziyatlarda ham erkak kishiga 18 yoshlik kuchini qaytarib bera oladi. Va bu usulning samaradorligi 99.9% ni tashkil qiladi. Bugun biz butun dunyoda millionlab erkaklarning hayotini va oilasini saqlab qolgan, lekin bizda gapirishga uyaladigan juda nozik mavzu. Penil implant haqida barcha sirlarni ochiq-oydin gaplashamiz. U qanday o'rnatiladi, tashqi tomondan ko'rinadimi yoki yo'qmi? Va jinsiy aloqa vaqtida his-tuyg'ular qanday o'zgaradi, ya'ni qanday bo'ladi? Bugun barcha savollaringizga ilmiy ochiq javob olasiz. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Men urolog-androlog. Mening maqsadim andrologiya sohasidagi eng yopiq, odamlar shifokorga borib aytishga uyaladigan muammolarni sizga ilmiy tushunarli, professional tilda yetkazib berish. Jinsiy zaiflik bu taqdir hamma narsani tugatdi degani emas. Bu shunchaki davolash kerak bo'lgan kasallik. Agar siz ham o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmasangiz, erkaklik kuchingizni umringizni oxirigacha saqlab qolishni istasangiz, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Shunchaki bu kanalda siz hech qayerda eshitmagan eng achchiq va eng foydali tibbiy haqiqatlarni bilib olasiz. Xo'sh, penil implant o'zi nima? Ko'pchilik buni eshitganda jinsiy olatni kesib tashlash yoki o'rniga temir yoki plastik narsa qo'yish, o'rnatish, qandaydir muolaja deb tushunadi. Bu juda katta va kulgili xato. Aslida penil implant jinsiy olatning ichiga, uning tabiiy qon tomirlarini joylashgan bo'shliqqa, kavernous tanachalarni ichiga nozik jarrohlik yo'li bilan o'rnatiladi. Tashqi tomondan hech qanday chandiq, begona jism yoki plastik narsa ko'rinmaydi. Tashqaridan qaraganda erkak kishi mutlaqo tabiiy, odatdagidek ko'rinadi. Sizning eng yaqin insoningiz ham sizda protez borligini mutlaqo teginmasdan turib bilib ola olmaydi. Bugungi kunda implantlarning ikkita asosiy turi bor. Birinchisi yarim qattiq implant. Bu oddiyroq tizim bo'lib, jinsiy olat har doim qattiq holatda turadi. Erkak uni kiyim ostida osongina bukib, yashirib yurishi mumkin. Aloqa vaqtida esa shunchaki to'g'rilab oladi. Bu juda ishonchli va umrbod xizmat qiladigan tizimdir. Ikkinchisi va eng mukammali bu 3 komponentli gidravlik implantlar hisoblanadi. Bu tizim erkaklik a'zosining tabiiy ishlashi va mexanizmni 100% takrorlaydi. Mayak xaltachasi ichiga kichkinagina tugmacha joylashadi. Aloqa qilishni xohlaganingizda o'sha tugmachani 1-2 marta bosasiz. Qorin bo'shlig'idagi kichik rezervuardan maxsus suyuqlik olat ichiga ballonchalarga o'tadi va u mukammal darajada qattiqlashadi. Aloqani tugatgandan keyin tugmachani yana bir marta bosasiz va olat tabiiy ravishda yumshoqlashadi. U haqiqiy texnologiya mo'jizasidir. Menga ko'p bemorlar murojaat qilishadi, doktor. Menda biroz zaiflik bor. Menga ham protez, ya'ni implant qo'ysangiz bo'ladimi deb so'rashadi. Yo'q azizlar, penil implant bu birinchi bosqichdagi davolash usuli emas. Biz unga darhol qo'l urmaymiz. Ushbu operatsiya erektil disfunksiyani eng og'ir darajalarda qo'yiladi, ya'ni dori, Viagra, sildenafil, tadalafil kabi dorilar umuman foyda bermagan holatlarda. Bunga asosan quyidagi omillar sabab bo'ladi, ya'ni jinsiy zaiflikka. Og'ir qandli diabet kasalligi. Diabet yillar davomida jinsiy a'zoni, mayda qon tomirlarini va nerv to'rlarini butunlay o'ldiradi. Dorilar ta'sir qilmay qoladi. Prostata bezi saratoni operatsiya, ya'ni saraton o'simtani olib tashlagandan keyingi jarayonlarda ham ko'pincha nerv tubullariga tegish orqali bu kabi holat, ya'ni erektil disfunksiyani og'ir turlari kuzatiladi. Bunday holatlarda penil implant yagona najotdir. Peronik kasalligi, ya'ni jinsiy olatning fassia bakasi qattiq jarohat tufayli zararlanishi, fibroz hosil bo'ladi va u qattiqlashadi. Jinsiy olatni bir tomonga yo'naltiradi. Va bu holatda ko'pincha bemorlar jinsiy aloqa qila olmaslikdan shikoyat qilib keladi. Agarda vaqtida implant qo'yilmasa, bu kabi bemorlarga hattoki implant qo'yishning imkoni ham bo'lmasligi mumkin. Yillar davomida kasallikni o'tkazib yuborish esa aynan olatni razmerini yo'qotishga olib keladi. Agarda sizda ushbu muammolar bo'lsa, hayotingizdan umid uzgan bo'lsangiz, penil implant sizni hayotga qaytara oladi.
Keling erkaklarni bu operatsiyadan to'xtatib turadigan va ularni yillar davomida tushkunlikka yashashga majbur qiladigan 3 ta eng katta qo'rquvga aniqlik kiritamiz. Birinchi mif bu: implant qo'yilgandan keyin men hech narsani his qilmayman, ya'ni lazzat ola olmayman. Bu mutlaqo noto'g'ri. Operatsiya davomida jinsiy holatning sezuvchanligi uchun javob beradigan barcha tashqi nervlar teriga tegilmaydi. Ya'ni bu nervlarga umuman tegilmaydi. Siz jinsiy aloqada xuddi avvalgidek barcha yoqimli his-tuyg'ularni sezasiz. Orgazm, ya'ni lazzatlanish holatlari, urug' to'kish, ya'ni eyakulyatsiya chiqish jarayonlari 100% saqlanib qoladi. Ikkinchi mif: implant qo'ydirsam farzand ko'ra olmayman. Protez faqatgina qattiqlikni ta'minlaydi, ishlab chiqarish yoki kanal yo'llariga ta'sir ko'rsatmaydi. Agar sizning sperma ko'rsatkichlaringiz yaxshi bo'lsa, protez bilan bemalol tabiiy yo'l bilan farzand ko'rishingiz mumkin. Uchinchi mif: jinsiy holat o'lchami kichrayib ketadi. Ya'ni implant sizning jinsiy a'zoyingizni tabiiy maksimal uzunlikka moslab o'rnatiladi. Bu holatni kattalashtirmaydi, lekin qisqartirmaydi ham. Faqat shuni bilish kerakki, uzoq yillar davomida jinsiy aloqasiz yashagan erkaklar holat to'qimalarini o'z-o'zidan qisqarib ketgan bo'lsa, protez o'sha uzunlikka mos qilib o'rnatiladi. Ko'pchilik bemorlarim doktor bu juda og'ir va xavfli operatsiyami deb so'rashadi. Men sizga tajribamdan kelib chiqib ayta olaman, zamonaviy texnologiyalar bilan bu operatsiya bor yo'g'i 45 daqiqa yoki 1 soatgacha davom etadi. Bunda bemor to'liq og'riqsizlantirilgan holatda operatsiya amalga oshiriladi. Operatsiyadan keyin shifoxonada bor yo'g'i 1 yoki 2 kun qolasiz. Protezlarni ishlatish qachon boshlanadi degan ko'p savol tug'iladi. Bu asosan 4-6 haftadan keyin, faqatgina bizning ruxsatimizdan keyingina protezlarni ishlatishingiz bemalol ruxsat beriladi. Tasavvur qiling, bor yo'g'i 1 oylik sabr va 45 daqiqalik operatsiya sizga qolgan butun umringiz davomidagi yoshlik kuchi, oilaviy baxtni kafolatlaydi. Vaqtni yo'qotmasdan implantlash amaliyotini o'tishingiz kerak. Sababi uzoq vaqt jinsiy aloqa qilmasangiz, sizdagi jinsiy holat razmeri kichrayishi va hattoki implant o'rnatib bo'lmaydigan holatga olib kelib qo'yishi mumkin. Va bu holatni biz ham, siz ham xohlamaysiz. Shuning uchun vaqtida bizga murojaat qiling, o'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang. Hurmatli erkaklar, agarda siz ham jinsiy zaiflik yoki erkaklik kuchini pasayishini his qilayotgan bo'lsangiz, raqam qoldiramiz. Quyidagi raqamlarga telefon qiling, ya'ni aloqaga chiqing va biz sizga bu amaliyot haqida yana ham to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz.